Oyoq kiyimimni chang bo'lib ketganini qaranglar. Shu bolaligim o'tgan chang ko'chani pishkum aylanib hayit namozdan chiqqandan keyin mana qiyma shashlikcha somsachani oldim. Onamlar bilan o'tirib zavtrak qilishga aylanib keldim. Ukam shu yerda hovlida ekan mana. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Hozir sizlarga bolaligim o'sgan joy ko'rsataman. Otam rahmatli ham kelib turadigan sartarosh. Mana shu yerda sartarosh xonani qaranglar qanaqa. To'shalar eski moda ekan italyancha. Mana hali ham bor shunaqa sartarosh xona mana. Ha, bor. Amak 30 yil bo'ldi dedingizmi? Ha, shunday ishladim. O'zi 45 yildan beri sartaroshman. 45 yildan beri sartaroshsiz mana. Shuncha do'konimda bu. Nostalgiya. Mana klassika o'sha eski naqshlar. Hech nimasi o'zgarmagan. Yaqinda remont qilaman. Yo'q, buni remont qilmang, hozir naborot zo'r turibdi bor-ku. Yo'q, unisi zerikarli mana. Hali ham o'sha qaychilar mana. Mana. Hammasi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Klassika sog'inganlar kelsin. Retro video 2. Do'stim Yago bilan bolaligimdagi do'stim bilan mana. Nima kerak mana? Azmakan choyxonasi dimlamachi mana salat, mineralniy suvcha. O'shani ham mineralniy suvni ham kimdir aroq deb o'ylamasin mana. Ha, aroq suv. O'shanga qaraydi, nima ekandim negativlar. Hazil. Hammaga Navro'z muborak. Mana maza qilib o'tiribmiz. Erkak kishiga boshqa nima kerak? Ozgina buxonkacha, salatcha, qalampircha, mineralkacha, suhbatcha. Mana shularning zo'ri boyagi sartaroshxonada bo'lib yotibdi. Zo'r. Uni mujiklar tushunadi bunaqa o'tirishni. Shahardan zerikkanlar kelaverasizlar bunaqa retro joylarga. Qarang, ismim yozilgan. Ozgina tarixini gapirib beraman. Yoshlar eshitsa zo'r. Bu tasbeh menga 2017-yil tug'ilgan kunimga ayolim bergan. Hali turmush qurmaganmiz, universitetda o'qiymiz, munosabatda edik. Mana rasm, o'zining rasmini qo'yib. Sovg'ani qarang, oddiyligini. Mana oddiygina tasbeh qalbga taskin beradigan. Imkoniyatimiz yo'q edi bir-birimizga zo'r sovg'a berishga, lekin ishonchimiz, muhabbatimiz bor edi o'rtada. Hech qachon geylik, meylik, mahrga o'dib gaplashmaganmiz. Turmush qurdik, alhamdulillah, natijasini ko'rib turibsizlar. Geylik ham, BMW ham hammasi bor. Nima demoqchiman? Talab qilmanglar, niyat qilinglar, billa o'sasizlar. Mana shunaqa oddiy narsalar bilan esdalikka olib qo'yinglar. Biz hozir oilaviy geylikdan mazza qilmaymiz. Mana shu xotiralarimizdan mazza qilamiz. Geylik eskiradi. Lekin bu nima deb o'ylaysizlar? Eskiradimi? Yo'q, albatta. Baxtli bo'linglar.